Nastoящий moshennik qanchadan qancha odamlarni pulini bermagan Dmitriy Viktorovich. Bu odam Valberi skladlariga ham odam kirgizib ishlatadi. Ehtiyot bo'linglar, aldanib qolmanglar, chunki bu haramxo'r moshennik. Qanchadan qancha odamlarni pulini bermay, qanchadan qancha odamlarga shtraf urib, oyliklarini minus qilib tashlab, qanchadan qancha odamlar qochib ketgan buni qo'lidan ishdan. Kompaniya Omega va kompaniya Resource Plus'da ishlaydi. Ehtiyot bo'linglar. Videoni to oxirigacha ko'ringlar, ardından like bosinglar, обязательно do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar, чтобы mana shu haramxo'rni hamma ko'rsin. Hamma ko'rsin, buni qo'liga kelib ishlamanglarki, ertaga aldanib qolishlari mumkin. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Sizlar uchun yana yangi video, foydali video chiqaryapman. Bitta haramxo'r moshennikni bugun gapirib o'taman, chiqaraman. Videoni to oxirigacha ko'ringlar, like bosinglar, обязательно shu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Kommentariyaga o'tib lebboy gapni yozinglar. Mana shu odam haqida lebboy gapni yozinglar. Kimki tanisa shu odamni, nima qilgan, nima qo'ygan, kommentariyaga o'tib yozinglar. Bu odam Dmitriy Viktorovich Resource Plus va Omega kompaniyasida menejer bo'lib ishlaydi. Odamlarni ishga joylashtiradi, skladlarga odamlarni ishga joylashtiradi. Kompaniya orqali juda ham ko'p odamlarni qonini ichgan, juda ham ko'p odamlarni aldagan, pulini bermagan moshennik. Ehtiyot bo'lamiz. Mana suratini qo'yib o'tyapman, ko'rishlaring mumkin bu cho'chqani. Ehtiyot bo'linglar, kelib buni qo'lida ishlab yana aldanib qolmanglar. Men предупреждение qilyapman, чтобы sizlar aldanib qolmasliklaring uchun. Bu kompaniyaga aslo savet bermaymanki, чтобы kelib ishlashlaringni. Mana shuni именно mana shu cho'chqani qo'liga kelib ishlashlaringni вообще tavsiya qilmayman. Chunki ertaga kelib ishlasalaring, pullaringni yarmini shtraf ko'rib oladi, yo вообще oyliklaringizni bermaydi. Vaqtlaringiz o'tganib qoladi. Shuncha ishlaganlaringiz befoyda bo'lib qoladi. Chunki bu haramxo'r oladi pulingizni o'ziga ishlatadi. Kompaniya даже pulni bersa ham, o'sha sizni oyligingizni oladi-yu, oilasiga ishlatadi, bola chaqasiga ishlatadi, yediradi, ichiradi. Bunga-ku farqi yo'q, bunga-ku po'xuyku. Bunga qayerdan kelyapti, halol kelyaptimi, harom kelyaptimi, farqi yo'q. Pul glavni kelsa bo'ldi bunga. Qaysi tarafdan kelgani farqi yo'q. Halolmi, harommi farqi yo'q. Hammasini yediradi, xotinni yediradi, hammasini yedirib ishtiradi. Shu harom pullardan hammasini boqadi bu. Bunga farqi yo'q. Обязательно like bosamiz, shu videoni tarqatamiz, hamma tarafga tarqatamiz. Kommentariyaga o'tib kimni nima qilgan, kimni aldaganmi, kommentariyaga o'tib yozamiz. Nima kimni aldagan, nech pulga aldagan, nima qilgan, hammasini yozinglar. Kimki taniganlar bo'lsa, обязательно kommentariyaga o'tib yozinglar. Mana shu haramxo'rni ko'rib turibsizlarmi? Musofirda yurgan do'stlarimiz juda ham ko'p tushadi mana shunday situatsiyalarga. Oylikdek taj kompaniya o'tkazib bersa, yo sklad o'tkazib bersa, mana shunaqa haramxo'r menejerlar bor, pulini bermaydi. Bugun beraman, ertaga beraman. U pulni oladi, ishlatib qo'yadi-yu, keyin bugun beraman, ertaga beraman, yo bo'lmasa mayda-mayda qilib pulingizni berib yuradi. Nima bo'ladi bu mayda-mayda qilib bergan pullari? O'ziga ishlatib qo'yib turib, keyin asta-sekinlik bilan yo o'sha pulni beradi, yo siz voz kechasiz o'sha puldan. Yo bo'lmasa mayda-mayda 1-2 so'm qilib, choy puli qilib berib turadi. Mana senga 1000 rubl avans, mana senga 2000 rubl avans qilib berib turadi. Kompaniya Omegada ishlaydi. Yana bir marta aytib o'taman, qayerda ishlashligini buni Valberi skladlarida ishlashadi bular. Kompaniya Resource Plus'da ishlaydi va kompaniya Omega oldingi oti Omega bo'lgan. O'sha uchun ehtiyot bo'lamiz. Kompaniyaning logotipini ham qo'yaman, ko'rishlaring mumkin. Bu haramxo'rda Dmitriy Viktorovich, mana suratini ko'rishlaring mumkin. Moshennik, nastoящий moshennik. Rekozim rus tilida gapirib o'taman. Mana shu itdan tarqalgan. O'zi ko'radi mana shu videoni, tarqatib berishadi, tanish bilishlari hali tashab berishadi bunga. Videoni o'zi ham ko'radi. Я тебя предупреждал, Дмитрий Викторович. Послушай сюда, черт. Я же тебе сказал, зачем ты людей кидаешь, зачем ты людей на деньги кидаешь? Вот скажи мне, зачем? Люди работают, честно зарабатывают деньги, а ты берешь и этих денег не даешь. Почему? Все эти деньги ты берешь, которые компания тебе оплачивает, ты берешь и тратишь на свою семью, на своих детей. Тебе не стыдно? Люди честным трудом зарабатывают, эти деньги берешь и тратишь на свою семью. Посмотрим после этого, как твоя карьера будет идти. Я каждый день буду копать под твою жопу. Чтобы ты людей не кидал, чтобы ты людей не обманывал.
Вот посмотрим, как дальше будет идти твоя работа. Вот ты либо станешь бомжом, либо тебя просто так вышвырнут с компании и все. Ты без работы останешься. Черт. Так что, do'stlar, like bosamiz shu videoni tarqatib qo'yamiz do'stlarimizga. Chort ko'rsin mana shu videoni, чтобы mana shu chortga yetib borsin, чтобы boshqa odamlarni aldamasin. Like bosib tarqatib qo'yinglar, kommentariyaga o'tib o'z fikrlaringizni yozib qo'yinglar.